Hammamiz bilgan svetofor qachon ixtiro qilinganligini bilasizmi? Dastlab u temir yo'l injeneri Jon Piknayt tomonidan ixtiro qilindi va 1868-yil 10-dekabr kuni London parlamenti oldiga o'rnatildi. Ko'rinishidan sodda bo'lgan, gaz bilan ishlaganligi sababli kechqurunda haydovchilarning e'tiborini tortish uchun mash'ala yonib turgan va u qo'l bilan boshqarilgan. Hech qancha vaqt o'tmasdan u portlab ketadi va amerikalik ixtirochi Lester Weir tomonidan 1912-yilda ikkita rangli, qizil va yashil rangli svetofor, elektr toki bilan ishlovchi svetofor ixtiro qilinadi va u haydovchilarni chalg'ita boshlaydi. Shundan so'ng 1920-yilda William Potts, amerikalik ixtirochi tomonidan hozirgi kundagi 3 rangli, ya'ni qizil, sariq va yashil rangli svetoforlar ixtiro qilinadi. Bugungi kunga kelib svetoforlar turiga qarab, xususiyatiga qarab o'zgarib ketgan. Piyodalar svetoforlari, velosipedchilar uchun, reversiv harakatlanish uchun, alohida tasmalarda harakatlanuvchi belgilangan yo'nalishli transport vositalari svetoforlarigacha bo'linib ketdi. Yo'l harakati qoidalariga oid bilimlaringizni hamda foydali va qiziqarli ma'lumotlarni olishni istasangiz bizni kuzatib boring va obuna bo'lishni unutmang.